Assalamu alaikum. Bütün dünyadaki barliq qarindoshlar. Men Tayramit Izgil. Hammamizga ma'lum, bugun xosiyatli Nuruz kuni. Ya'ni atiyozliq kun-tun tanglashgan bir kun. Barliq Turkiya xalqlarining an'anaviy bahor bayrami. Hammanglarning Nuruz bayramiga muborak bo'lsin. Biz Dünya Uyg'ur Yozuvchilar Uyushmasi Nuruz bayramiga atab bugungi Nuruz nomi faoliyatini uyushtirdik. Bu faoliyatimizda Nuruz yoki bahorga atalgan she'rlar deklamatsiya qilinadi, naqsh muqomlar o'rindiladi, Nuruzga oid tushunchalar muloyiza qilinadi. Men Dünya Uyg'ur Yozuvchilar Uyushmasiga vakolatan bugungi faoliyatimizga qatnashgan mehmonlarga va bu faoliyatni tor orqali ko'rayotgan barliq qarindoshlarga rahmat aytaman. Oldi bilan men bizning bugungi Nuruz nomi faoliyatimizga qatnashgan mehmonlarni bir tanishtirib o'tay. Yaş şaira, Dünya Uyg'ur Yozuvchilar Uyushmasining a'zosi Turkiyadan Abida Abbas. Şair, Kanada Sharq Turkiston jamiyatining raisi, Dünya Uyg'ur Yozuvchilar Uyushmasining taftishi To'yg'un Abduvali. Şaira, Amerikada ma'rif kasbi bo'yicha magistr aspirantda o'qiyotgan Sarvi Husayn. Avstraliya Uyg'ur muqam ansamblining qurg'uvchisi, davlat ichi va sirtida shuhrat qozongan muqam kuychisi ve muzikant Şöhret Tursun. Şöhret Tursun efendim sal turib özünün güzel kuyları bilen sorunumuzga bıraklı kirmekçi. Yaş edebiyat tadqiqatçısı, Türkiye Gazi Üniversitesi'nin magistr aspiranti, Dünya Uyg'ur Yozuvchilar Uyushmasining a'zosi Mahmudjon Yasin. Şaira, Dünya Uyg'ur Yozuvchilar Uyushmasining iqtisodga mas'ul alayda a'zosi Shvetsiyadan Rayla Kamal. Şair, tercüman, Dünya Uyg'ur Yozuvchilar Uyushmasining a'zosi Turkiyadan Olimjon Matqosim. Hammanglar faoliyatimizga xush keldinglar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hammamizga ma'lum, navbatda Xitoy hokimiyati vatanimiz Sharq Turkistonda Uyg'urlar qarta ashaddiy irqiy qirg'inchilik yurgizyapti. Bu sababdan balkim ba'zi qarindoshlarimiz shundoq bir tragediyalik bir paytda bu xil hayit bayramlarni ve muşnab faaliyetlerini ötküzüşün ahmiyetiga qarta balkim boshqa fikrlarni o'tirib qo'yish mumkin. Ammo Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar qarta irqiy qirg'inchilik yurgizishidagi asosli muddalarining biri bizning umidimizni yo'qotish. Vaholanki Nuruz bayrami umidni tabriklaydigan, hayotni tabriklaydigan, kelgusini tabriklaydigan ahamiyatli bir bayram. Hamda uning ustiga vatanimizda Uyg'ur an'anaviy madaniyati yo'qolish girdog'iga berib qolgan mushuna bir xatarlik paytda muaciratdagi bizlarning Uyg'urlarning isil madaniy meroslarini saqlash, qo'g'dash va uni keyingi avlodlarga yetkazish majburiyatimiz bor. Bugungi bu Nuruz faoliyatimizga bir qoida bekitdik. Ya'ni shu Nuruz nomi faoliyatimizga qatnashgan har bir mehmon o'zining she'rini, Nuruz nomisini deklamatsiya qilib bo'lgandan keyin Nuruz bayrami haqida so'rilgan birdan savolga javob berdi. Oldi bilan amsa Nuruz nomini men başlay. Men 13-asrda yashab o'tgan mashhur shoir, yozuvchi, ko'plagan she'rlarning va klassik adabiyotimizda kam uchraydigan nasriy asar yoki nasriy janrda asar yozgan, masalan Qissasi Rafuzi yoki Qissasul Anbiya hammamizga ma'lum bo'lgan. Mushu asarning avtori Nasriddin Rafuzi'ninki Nuruzga atalgan Bahoriyat degan g'azalini o'qimoqchi bugungi shu Nuruz bayramiga atab. Kun hamalga kirdi arsa, keldi olam Navruzi. Kashti bahman, zamharir qish, qolmadi tari buzi. Kunkilar ming ko'rki ortib, tirilur o'lmish jahon, tong badizlab, naqshi birla bizanur bu yer yuzi. Tong atarda to'rt saridin asnayur badi sabah, kik kindik yipartak yitlanur bayan yazı. Terligi etgün yağızdın, uyuğu yaşıl kızıl, arısı tutak yapırğa, al çiçekler tük düzi. Örlese yığlap bulutlar,
gül çıkar bostanı bağ, tal yığaçla yan salışır, oynayır yek bay kızı. Kirşəni, qırqanı ənlik, yaxşı tağlar sörəti, tonluğu tansuq tavardın, Rum, Xitay, Ətləs, küzi. Lalı sağraqın içərdə, sayrap püsürüp sandıvaç, turnu ün tartıp ütərdə, səkrişur, paqlan, qozi. Köktü oynap, kol salışır, qoğu qaz, qıl qarluğaç, yerde yügürüp, cüft alışır, az tiyin kiş, kunduzi. Ney şekerle minberinde tutkuş meclis tutar. Kumru bulbul, nukru bulup, ün tüzer tüm kündüzi. Bir yağız yer, kök mənizlik, yaşnayır meydan bulup. Uğraşır aytek çiçekler, tegrisi de yol tuzi. Ürü iyin uçmak içinde yan salıp tahsin kılır, yaz üze mundak gazelni Aydın Nasır Rapgozi. Rahmet. Tüvende yaş şaire Abide Abbas ne? Muşu Noruz namılık şiirini deklamasiya kılışka teklif kılımız. Qani Abide. Assalamu alaikum muajiratdagi aziz qarindoshlar, hammalarningki Navro'z bayraminglarga muborak bo'lsin. Navro'z munosabati bilan Navro'zdagi biz degan she'rimni sizlarga sunmoqchiman. Navro'zdagi biz vaqt bilan birikib ketgan xushpuroq badbo'y, chanoqlarga esilib qolgan qora rang, zinoq ustida yeyilgan oq rang, mavjudlik ustidagi soya, soya ustidagi mavjudlik, o'lim bo'yining umrdan, umr bo'yining o'limdan egizlishi, kecha bilan kunduzning tanglishishi edi. Muhabbat bir dona, e'tiqod bir dona, vatan bir dona, ay, quyosh bir dona bo'lgandek, bahor fasllar ichida bir dona. O'rik ta'miga zoriqqan g'erib sezimlarga sehidan uzilmoqchi bo'lgan meg'izi ochiq g'o'ridir bugun. Bir pas narkozlangan, xushal bo'lishni mashq qilgan, ishiklarimizni o'chib qo'yib, kutishdan ko'zlari oqargan biz Navro'zning tunigunga, atiga aylanib, hijrondan visol suyumlik yor bo'lib kelishini kutguchi. Rahmat Kamalaga. Rahmat Abide. Nayte güzel bir özgüç şiirken. Abide, unda olsa ben sizden hem de bayatınki gap boyunca Navro'z doğruluk bir kiçikkina bir sual var. Şununla cevap versiniz. Anadın keyin sizden ötep başkalarga davamlaşımız. Muşu erjili bizning vatanimizda o'tkazilgan Navro'z faoliyatlarida balkim siz ba'zi Navro'z faoliyatlarini ko'rgan ya qatnashgan bo'lishingiz mumkin, shundaymi? Ko'rgan. Navro'z faoliyatida bo'ladigan shu faoliyat turidan birini deb birsiz. Men ko'rgan Navro'z faoliyatidagi turlardan biri Navro'z ishi etiladi. Eng muhim belgilardan biri. Navro'z ishi qanday etiladi bilamsiz? Qanday xurishlar bilan etiladi? Navro'z ishi 7 xil donliq sirat bilan etiladi. Lekin 7 xil donliq siratning hammasini bir sanab beramayman. 7 xil donliq siratdan boshqa qo'shiladigan narsalar bormi? Undan boshqa qo'y go'shti, ko'katlarni qo'shib silindi. To'g'ri, javobingiz to'g'ri bo'ldi. Navro'z ishi İslamiyetdan burun 9 xil, İslamiyetdan keyin 7 xil donliq sirat. Andan keyin go'sht, kalla paqalchoq, andan qishliq ko'ktatlar bor. U yozliq ko'ktatlar chiqmagan ekan. Masalan, sabza, turub degandek shunda qishliq ko'ktatlarni qo'shib etiladigan bir nayte ahamiyatlik bir g'izo. Navbatda shoir Tuyg'un Abduvali o'zining Navro'z nomisini bizga taqdim qiladi. Qani Tuyg'un. Assalamu alaikum. Muajirat sirtdagi barliq Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur qarindoshlar. Navro'z bayraminglar muborak bo'lsin.
Kanadadagi bütün Sharqiy Turkistonlik Uyg'urlar nomidan sizlarga No'ruzlik salom yo'llayman. Men bugungi bu No'ruzlik faoliyatimizga elib kelgan she'rim bo'lsa, Xiyolimning jimjit kechasi degan she'rni sunmoqchi. Xiyolimning jimjit kechasi, seni asta tursam quchoqlab, qo'yam senki sen meni o'ylab. Yaşlarını sürttüm kelidi, kalbimdeki yığılanğı ey kız. Tunmayman oğumdu bırak. Fakat kalgınını tuttumdu uxlap, kalbimdeki zil tarlanı çekip baksam deymen avayla. Tenhalıkның jimjit gecesi, xiyalımda gayip mihmandek, kirip baksam deymen çünge, derizengi marılagan ay, şolusu koşulup bir pes, Konup baksam deymen yüzünge, düşlürünge kalsam ben müydep. Omakkını levlerin bilen, oygıtam sen söyüp yüzünge. Düşlürümde neçe red, yığılgantın yüzümünü hüllep. Bugün bana elip kol yağılıp, sürtüp koyay desem yeşinli, kapalmadım hiç seni izlep. Kandak tapay, erast men seni, tunumasam oğumda fakat, ya yüremsen başka birisinin düşleri de tenep temperip. Tunumam sen ya sen mi beni? Xiyalını dep vermepti men. Adresimni ya ki ismimni kimmi eytip barıdı o sana? Emdi senin kurar dayın. Nayti isil bir lirikiden birini okudunlu bugünkü No'ruz faoliyatimizga. Emdi sildidim o'xshashla yana şu bir savol so'riladi. Sizlar balkim No'ruz faoliyatlariga qatnashgan, mush No'ruz faoliyatidagi muhim faoliyatdan birini deb bersizlar. Her yılı 3. ayının 21. günü vatanımızda, yani men tuğan Kelpin Aksulu'da Nailik Medeniyet Yurtu'nun ki uğurlaştırışı bilen edebiyat sanat keçilikleri buluştuğun sırt gündüzleri özara çeliş musabıkları ondan başka ağamçı tartışış, yani cemaat birye kelip elip barıdığan faaliyetle gündüzü olsa akşamı edebiyat sanat keçilikleri bulurgan. Bunun da şu şairler ve edebiyat sanat heveskarlar şiir okuş, nakşetiş işler bulurgan. Sizlarmi şu ikkini biraqlı davetdinglar mana. Endi bu sizlar degan bayatinki ağamçı tartışış, beyga, oğlaq, davazlık, qo'chqor so'qashtirish, xo'roz so'qashtirish, ishtalashtirish degandek bu faoliyatlarninki nomi burunqi an'anaviy nomi nima bilamsizlar? Buni No'ruz yorishi, ya'ni No'ruz musobaqasi deb ataydi ekanmiz burunqi vaqtlarda. Har xil musobaqa o'tkazildi ekan. Hem sizlarga yana birisi, hem de No'ruz nomi. Masalan, No'ruzningki 3. kuni atiganda yurtdagi shu ma'lum bir yurtdagi shoirlar o'z yozgan she'rlarni elib, ma'lum bir iqim bo'yiga, ya'ni bahor agiz suyining bo'yiga, chunki o'chaqda muzlar erib, qorlar erib, yangidan bahor suyi, agiz suyi eqib turgan bir iqimning bo'yiga berib, o'z yozgan she'rni navbat bo'yicha deklamatsiya qilib, andan keyin shu she'r yozilgan qog'ozni iqin suvda iqitidi. Bunmi bizningki shu No'ruz faoliyatimizdagi nihoyatda muhim bir an'anaviy odatlarninki biri. Endi bugungi bizning No'ruz nom faoliyatimizmi asli ash faoliyatninki bir davomi. Endi navbat bizningki shoira Sarvi Husayinninki. Assalamu alaikum. Ekran aldidagi barliq muhtaram aziz Uyg'ur qarindoshlar. Ham mushoirimizga ishtirok qilgan barliq talantli shoirlarimiz. Hammanglarning Navruz kuniga muborak bo'lsin. Men Navruz nomi elib keldim. Tuvan sizlarga shuni o'qib bermoqchi. Navruz eqib keladi, Tangri teg'i bag'ridan. Toshdan toshga urilsa, naqshlari yangraydi. Köknü söygen su boğaç, aptaplarda yayrağaç. Rengi koya samadek,
süzük idi, kök idi. Uyimizning oldidan kesib o'tgan eriqda, boshbaharda u cho'qim ismimizni tovlaydi. Uchum Navro'zni ichay desak engishib, qor laylisi qarag'ay, yava alma puraydi. O'zi ajab sho'x edi, sehiy edi, o'z edi. Men keldim deb qirlaga, unchi marchal chachatdi. Hayyar edi ajabmu, o'kchimizni siylag'ach, süngüşlerden şoxlaşıp, əgib eqib öpətdi. Biroq özü pidakar, batır eti bilatdi. Tallıq barang təhdiga, naqşı etqaç sınatdi. Altın əncir tüyge, anarlarning bag'riga, vujudiga şeker bu, Navruz eqib kiratdi. Ayaqdagi ko'lchakda ko'zlarini suzatdi. Navruz qani desakla, pistingida külətti. Navruz idi aldıraş, hazır idi her yerde. Daş qazanda aş bulup, qaynab oynab yüretti. Navruz hidi taqıtıp, dimaqlarını gıdıqlab, yağaç şöçek qoşuqda səpər qılıb yüretti. Qırıq kokol qızlağa çimen doktu kiygizib, mert jigitler belini şaylarda bağlaydı. Kelinçek qızıb kökterib, çöçürünü tükkende, kökye, kökle balladı, qazanğı dün tüketdi. Çıvıq bilan lay toşup, uvu salsa qarlagaç, qanatını siypagaç, şamal bolup uçatdi. Navruz çiçip gül çiçek, boyladaki çönekке, yeşil yaprak güllerde meydisini keretti. Oğlaq tartıp çaptırıp, at tuyuqı köydürüp, topu tuman içinde şalqın süren dalattı. Yeşil mahmal etizlar köz yığını yegende, Navruz külüp asmandan yağmur bolup düşetti. Söget şehi tilidan çaçsağanı kızcaklar, pipi yasap Navruzmu şadiyana çalattı. Keç kirgende muğlunu, ay nuruğu çömülüp, qerib ketken Məddahının küyleriga çöketti. Yığlab atkan ravabının zahmek tekken yerinden, qanatlanıp bu Navruz asta uçup çıqatdi. Saman tıqqan pətulla, təkirge baş qoysaqla, ərginə qonuşini közümüzge kuyatdi. Siz anlığan bu Navruz, bolup qaldı rivayet. Uzaq boldu kömüdük, sığındı qa nihayet. Navruz namı nədikin, Navruz özü bolmasa, bastı uzab köngülni, sığınış və dərd, hasret. Rahmat Sarbi, sizning she'ringiz bizni cho'nqur xiyolga soldi, ham bizning xiyolimizni vatanimizga elib ketdi. Bu she'ringiz tasvirlangan har bir sima bizning ko'z oldimizda, xiyolimizda namoyon bo'ldi. Ham eng oxirgi misralar bizning o'rtaq bir hissiyotimiz sifatida hammamizning ko'nglini yana bir qitim azdi. Shundaqdimi biz yanılib ay degandek umid bilan yashashga qadam olmasak bo'lmaydi, bo'libmi bugungi Navro'z kunida. Endi sizga o'xshashla yana bir savol. Mushu Navro'z faoliyatida, Navro'z bayramida bo'ladigan biror faoliyatni bizga deb bersiz. Mening yadimda qolishcha, kichik vaqtimizda bir televizordan o'zimiz ishlagan bir programmadan ashta ko'rganim yadimda. Mahmud Qashqariga atalgan bir programma. Shuningda shoirlar avay deb bo'ldi-ku deyman, shoirlar she'r o'qib so'z demaganda deysiz. Men demaganda deysiz. Ha, demaganda deysiz. Uyanlanımni deb bo'ldik, endi menga nima qolgandi? O'ylang. Bu Navro'zda qarang. 9 turlik faoliyat bo'ladi ekan. Hozirgacha deyilgini Navro'z eshi bo'ldi. Undan keyin Navro'z yorishi, Navro'z musobaqasi bo'ldi. Navro'z nomi aytish bo'ldi. Yana texi bir muncha turlari bor. Birisi yadimga kelganda qildi, lekin to'liq deb beramisan bu ish qilib. Jipuchini deyaydi ekan deb qo'ygan. Adama. Navruz kuni
kız, ayollar, hanım kızlarımızın özünün bir şu Nevruz'un yarışıqıga ötküzdiğen bir faaliyetleri bolgan buralardan. Kökhenim dep buğdayni teşteklerde, qaçılarda çıraylık östürüp kelip, şunun bilen kökhenimni köterdin dep kötürüp kızlarnınki meşrubininki ilgi bolgan hanım. Men fakat yaxşı diyelmedim. Keçir olamaz diye faaliyetli kalayım. Hechqisi yo'q. Kökhenim asiyaledim, lekin hoşak nima qilamdi? Sal bir mudda topshiriq berib qo'ygan bo'lsanglar, topshiriqni o'rinlab, men unda azroq tadqiqot qilib qo'yaman. Yo'q. Bu naq maydon so'rilgan savol. Deganingiz to'g'ri. Bu Kökhenim bu Qumulda qishda buğdayni tashtakda yoki qaç idishlarda o'stirib, shu No'ruz kuni saqlaydi. Saqlab, oxiri shu Kökhenimni ko'chaydik deb bir uyda saqlab bo'lgandan keyin bir uy ko'chirdi. Ko'chirib bo'lgan uyga nag'ma navolar bilan bordi. Andan keyin bir qator No'ruz faoliyati ashundan boshlanadi. Hamda Avstraliya Uyg'ur muqam ansamblininki qurg'uvchisi ataqliq muqamchimiz Shuhrat Tursun apandimniki Bahargı mushtaqliq degan naqsini anglaymiz. O'ziringlarda mushu bahar to'g'risidagi bu naqshi bo'lsin, go'zal naqsha. Qani, Shuhrat, marhamat. Assalomu alaykum. Dunyoninki her qaysi yerlerde yaşayotgan aziz qarindoshlarim, No'ruz bayram muborak olsun, qutlug' bo'lsin. Şu münasebet bilen huzuringizga ben bir ikki naqsha sunmoqchiman.
Güzel üstünü bir kürmeyi, ayağında bir şeyim koymay, ayağında bir şeyim koyma. Güzel üstünü bir kürmeyi, ayağında bir şeyim koymay, ayağında bir şeyim koyma. Öter muş bu hasretten, ömür gamhane, gamhane. Ay yüzün miskin, küreydetmeydi yar eksin, küreydetmeydi yar eksin. Gidip kolga sıfalını, gezer meyhane, meyhane, gezer meyhane, meyhane. Gidip kolga sıfalını, gezer meyhane, meyhane, gezer meyhane, meyhane. Gezer meyhane, meyhane. Rahmat Şöhret'nin güzel naqsıdan huzur aldık. Növbette biz yaş tadqiqatçı Mahmudcan Yasinni bizniki No'ruz nomi faoliyatimizda so'zga taklif qilaman. Qani Mahmudjan. Assalomu alaykum, hurmatli muajiratdagi Uyg'ur qarindoshlar. Hammalarga No'ruz bayrami muborak bo'lsin. No'ruz bayrami ajdodlarimizningki asrlardan tortib o'tkazilib, har xil shakllarda xotirlab kelayotgan va bugungi bizgacha yetkazib ulashtirib bergan bizningki xosiyatli bayram kunimiz. Tabii bizningki bu klassik edebiyotimizdami, bizning edebiyot tariximizdami, bizningki shoirlarimiz, yozuvchi adiblarimiz shu No'ruz kuni alohida bir tantana bilan shu No'ruz bayramlarini tabriklagandan boshqa bu No'ruz kunninki qutlug'idan nurg'ulg'an bizningki Uyg'ur edebiyotiga vakillik qiladigan klassik edebiyotimizga mashhur asarlarning hammasi ko'pinchilari shu No'ruz kunida boshlangan yoki shu No'ruz kunida oxirlashgandek shunday bir ahvol mavjud. 10. asrda bizning yozma yodikorliklarimiz qaraydigan bo'lsak, 10. asrda To'qri tildan Uyg'urcha tarjima qilingan, Qo'shiq xalq davrida tarjima qilingan Maytri Simit dramasi va bu drama gerçi tercüme eseri olsun, asli eser 9 perdlik bir drama bu. Lekin bununla Uygurlar özünün şu devrdeki dini itikadi, hayatta, turmuşta, cemiyette ve tabiiyatga bo'lgan tushunchalarini kiritib, yana 7 perde qo'shib 16 perdlik holatda tercüme qilib chiqqan. Ya'ni buni bir qaytadan yozib chiqqan deyishga bo'ladi. Mana shundoq isil bir eng qadimgi davrdagi edebiyot namunalarimizda İslamiyet'ten burun bizdeki ecdatlarımız şu No'ruz gününe alaydı kutlaptıken. Çünkü şu yükünç bölüm degen, yani yükünç degen kadimki Uygurçada bu ibadet degen söz bu. Çünkü yükünüp durup kıldıgan bu açıka. Şöyle müşündak bir söz var. Yani alkışka erzeydigan ayga, arzulagan künge, tablangan ezgi çakka, kutluk hayırlık vakitka, koyili 3. ayının 22. günü toğurlap dep bir söz var. Yani İslamiyet'ten burun mu? Şu bizning akıllık ecdatlarımız muş günne naitlik xasiyetlep, nait kutlulap kelgen. Ondan başka biz Türk Tilla Divani ve Yusuf Asadik'inki Kutatgublik degen dastarları karsak, bu yerde bivastan No'ruz atalgısı bommuş mu?
lekin şu bahar tasvirleri ve bahariyet tasvirleri çıkıyor. Biz bayatın şair Tahir Ahmet akamizniki şu 1310 yılı Rabbuz tarafında yazılgan kısasdan biyatki bahariyat degan gazını anlap öttik. Bu bizniki Uyghur klasik edebiyatımız tuncu bahariyat emas. Onundan burunmu bizniki şu şairimiz Yusuf Asacip'ninki Kutatgı Bilek degan eserdimi şu bahariyat tasvirleri var. Onundan başka 14. asırda yaşayan bizniki meşhur şairimiz Lutfi'ninki özünki Giganet bir dastani Gül ve Novruz'dumu şu Novruz'dumu şu baş personajının ismini Novruz koygan. Onundan başka Navai devrilikке geçen Atayi degan meşhur şair 16. asırda Hamdi degan şairlarmi şu Novruz'a to'xtalgan. Bizniki klasik edebiyatımızda klasik edebiyat tarihimizde bu Novruz'ninki yazma edebiyatımızda endisine ait çoğunkur. Onundan başka bayatın Tahir degandek bizning yazgıç şairlerimiz, edip ulamalarımız Novruz günü yig'ilib, müşaira qilishib, şiir yazishib, o'qishib, bu haqiqatan buloq suyuk aqitgan. Ama bunun ma'nosi bizning ijodiyatimiz mangu shundoq buloq suyidek aqib tursin degan ma'noda. Onundan başka şu Mahmud Qashqarning maqbarasida bag'allar ziyoratga bag'allar bilish mumkin. Novruz buloq bergan bir buloq bor. Mahmud Qashqarning maqbarasida 4 maqbarasının yanında 3 buloq var. 40 buloq, 30 buloq ve 9 buloq, bir de Novruz buloq. Şu Mahmud Qashqarning qabrisi gerçi 1983 yılı Mahmud Qashqarning qabrisi ekanligi aniqlanib, xalqaro jamoat e'lon qilingan bo'lsa-mu, lekin 1000 yildan buyon bizning xalqimiz Mahmud Qashqarni Hazrat Mollam deb tavob qilib, shuning bo'ylarida nazm o'qishib, she'r o'qishib, yozgan ijodiyatlarini ana buloq suyib aqitib, shuni davomlashtirib kelgan. Şunlaşqa mən vaqt münasibəti bilan gapni sal qisqa qilay. Demak, bizning klasik edebiyatımızda bu Novruz'ninki o'rni intayin muhim ve bugungacha bizga davomli kelayotgan bu yazıqchiligimizga bir qadimiy bir an'ana. Men shu munosabat bilan Alisher Navoiyninki shu Novruz haqida yozgan yoki Novruz so'z chiqargan bir parcha she'ri bor. Bedoil Vasatda 215 g'azal. Men Alisher Navoiyninki shu g'azalini şu devirdeki şu çağatayçı yazılış bilen men bir köpçülük o'qib beray. Ay yüzün bag'iningizda havayı Novruz. La'li tacın bolup ol bag'ir bostan afruz. Zulfu ruxsarın ile kamim gümini yetkizsam. Her tunun kadir uluban, her tunun olsun Novruz. Köngülüm o la'li ilkinde giriftar olmuş. Kuşni ol nevagalayıp ahli kılur dest amuz. Derdi hicranlı kuyar köngülüm öz halime. Kişsizlikten özümdü durmam, özümge dilsuz. Dahi rızalığı köngülüm birmekke rüstemlerini. Meğer ile eyledi aciz bu istamkar ecuz. Köp cefasıdın olur. Kubhaninki boz toprak. Bolsa iskinde siper eşhib yamlur kökboz. Ey Navai sen ve hurdet bile cami tori. Sen'at rengini koy söz dikrek der ile söz. Köpçülük'e rahmet. Rahmat Mahmudcan. Uyghur klasik edebiyatidagi Novruz an'anasi to'g'riliq nihoyatda yaxshi ma'lumotlarni berdingiz. Navoiy Hazratimning nihoyatda go'zal bir g'azalini deklamasiya qildingiz. Rahmat. Sizdinmi yana o'xshashli savol Novruz faoliyatidagi Novruz bayramining oldi keynidagi Novruz munosabatlik faoliyatdan birini deb bersangiz. Novruz faaliyetlarda at beygisi, oğlak tartışış ama bir degan başka men mushlandı. At beygisi oğlak tartışında mush faaliyetler oldu. Bu amaliyotda shu Novruz yarışı degan Novruz'dagi musobaqaning ichidagi bir turlar. Undasa davazlık var, sağaydı deyilgan qadimki bu oyun var. To'g'ri. To'g'ri. Bu Novruz saylisiga yotadigan mazmunlar. Novruz mezgilda yana Novruz saylisi deydigan bir faoliyat bo'ladi ekan. Kishilar Novruz kuni xaman, bog', bo'ston, chimanlarga berib sayli qilishadi ekan. Agiz bo'ylariga berib shu yerlarda
sayli sayohatlarda bo'ladi ekan, ham shu maydonlarga yig'ilib Sag'adi, Ilangöch, Tepgöch, Aqtash, Odikam degandek ashunda fəaliyyətlərini qıldı ekan, xanım qızlar məsələn Tepgöch degandek ashunda fəaliyyətlərini musobaqalashib. Andan keyin haqiqatan ashunda davozliq o'g'loq tortish, bayga degandek fəaliyyətlərmi olib berildi ekan. Bo'ladi Mahmudjon. Rahmat. Rahmat. Endi navbat bizningki shoira Rayla Kamal xonimda. Qani Rayla, marhamat. Assalomu alaykum. Hammanglarning Navro'z bayrami muborak bo'lsin. Baharni kuylagan shoir yo'qmikin deyman. Bahar dedik, lekin ko'rmadik. Navro'z nada, lekin to'ldiq. Men ko'rmagan ashu baharda lala cho'qim qandak ichilgan. Osmon ranglik nurlar chechilgan, kaptanlarimiz zaytun tishlagan, chilan turuq chapqan kishnigan, koinot boshqacha edi. Talay bahar katta ostilar. Qo'shnimizning guliga baqdim, bo'yin qisdim, shundimi yana, seni kelar dedim, saqladim. Baharga iltija. Seni olamda bir qildi. Xulqingni ko'rsatib Navro'z. Mislsiz mahliyolikqa muhtojni cho'ndirib Navro'z. Yeshilsiz qaysi guzarlik, armonsiz qaysi bir inson. Nigohlar buncha ma'noliq, siringa möhtirib Navro'z. Muzlagan istaklarim kutar sandan faqat bir so'z. Nomingdek zak go'zal so'zda zinoqni kuldirib Navro'z. Aqar köktün, xan tangridin, sayram, manas ara bir köz. Senin rangdar jamalingdek visalni ko'rsatib Navro'z. Izdash bilan ömür ketdi. Ashu mehribon bir yuz. Sehi sen onu ko'rsatgin, visalda söydürüp Navro'z. Aqardi çaşların eyvah, emasman nazının qo'y ko'z. Beshimni amdi hur qilgan, talingni agdirib Navro'z. Ajab bag'rim sana qanmay, to'g'lidim bundadir kashko'z. Zulfingni qildirar javlan, mehringni targizib Navro'z. Eyledin kunni tam tunga, ishoratda uzun kunduz. Ashu g'amkin nigorimni yinimda yurgizib Navro'z. Sahar akşam yiroqlardan jimirlaydi hukar yulduz. Yurut meni vasling bilan hijronni o'ldirib Navro'z. Rahmat hammanglarga. Rahmat Rayla, rahmat. Bu Navro'z bilan sizning hissiyotingiz nihoyatda berkib ketgan bir Navro'znoma ekan. Ham Navro'zga bo'lgan sizning har xil tuyg'ularingiz nihoyatda joyida ifodalanibdi. Bu Navro'znoma uchun rahmat sizga. Endi yana shu konu savol, sizning o'xshashlar Navro'zda bo'lgan faoliyatdan birini deb bersangiz. Endi men do'stlar majbur bir qanchalarni dedim, men o'ylab baxtim bular demaganda yana nimalar bordi deb o'ylab baxsam, shu yana o'tmishga aslimlar ketadi ekanmiz. Men vatan vaqtida bir qatam mishda G'uljida bo'lib bizning mahallimizda bir mahalliklar Navro'z o'tkazdi-ku, cho'ng o'tkazdi Navro'zni. Bu vaqtda rahmatli buvam batdi, buvam bakmishda ishlarda aktiv o'zi qishda qatnashgan kishi. Shuningda shu inlarimni, aqllarimni maltga bolalarni elib uyimizning oldin kayinda bir zaratganlik batdi, shu yerda cho'kib ketganlarning qabr beshiga chiqqan. Shularni yo'qlab kelgan, so'rg'a bizni qizlarni chiqartmagan, kelgandan keyin so'rsa shu Navro'zlarda, burullarda ular shu dadlarini anglatdimki, bitta Ardım baldır ketkenlerini, tügep ketken rahmetliklerini yoklap, qabr beshdi, ular dua qilib, ishta qilib kelgan qaydi va bulam deganti. Deb shuning uchun Navro'z bunda xosiyat ekanda, kun ekanda deb yana bir xil o'ylagandim. Shu esim kelib qoldi, endi javobim to'g'rimi, xatomi bilmadim. Nihoyatda yaxshi bir nuqtani dedingiz. Haqiqatan Navro'zda yo'qlaq deydigan bir faoliyat bo'ladi ekan.
Yani adette No'ruz hamda 3 kun o'tkaziladigan burunqi an'anada. No'ruzning arpa kuni, No'ruz kuni va No'ruzning ertasi. Shu No'ruz kuni tushgacha shu ota-onalar uy ayirib chiqib ketgan farzandlarini yo'qlaydi ekan. Farzandlar ota-onalarini yo'qlaydi ekan. Ondan kishilar qabri yo'qlaydi ekan. Qabrlarni tozalab, o'ngshab, duo qiladi ekan. Suv chechib, jirim tikib qabrlarning bo'ylariga. Andan keyin kishilar egchoqsizlarni, yetim yesirlarni yo'qlaydi ekan. Ojizlarni yo'qlaydi ekan, qo'ldan kelishicha yordamlarni qiladi ekan. Chunki bu No'ruz ammolar bilisizlar, atiya seriqtal mezgil deydigan bir gap bor cho'nglarda. Nima seriqtal deydi desa, uzukchilik mezgili deydi. Ya'ni kuzda jiqqan barliq yemeklikda atiyaz kelganda tugab, yangi yemeklikka texi o'lish bulanmagan, bu shunda bir uzukchilik mezgilda bu No'ruzda jiq odamlar qiyinchilikda qoladi ekan turmushda. Mushunda chaqda, shunda ojizlarga, egchoqsizlarga yordam qiladigan bir odat bor ekan. Buni yo'qloq deydi ekan No'ruz faoliyatida. Buni aytib muhim bir faoliyat ekan. Rahmat, aytib yaxshi javob berdingiz. Siz javob berishdan ansirab turib, aytib yaxshi javobni berdingiz mana. Men aytaylik, tayyorlab qoldim, biroz o'ylab men desam bo'ladi. Yaxshi. Endi navbat bizningki shoir, tarjimon Olimjon Matqosimga keldi. Olimjon Turkiyada yashab o'tadi. Olimjon o'zininki bugungi No'ruz nomi faoliyatimizga kelgan sovg'asini bizlar o'rtoqlashdi. Qani Olimjon. Assalomu alaykum muajiratdagi bu yerdagi aziz qarindoshlar. Hammalarniki bugungi No'ruz kuni qutlug' bo'lsin. Ajdodlarimiz No'ruz kunini yangi yilning boshlang'ichi, dal-daraxtlarninki, butun koinotdagi har xil jonliqlarninki yangidan bix surib chiqqan vaqti bo'lg'achqa va jug'rofiylik va astronomiylik jihatdan kun va tunning tanglashgan vaqti bo'lg'achqa ama shunday bir xosiyatli kunni yangi yilning boshlang'ich sifatida qabul qilib No'ruz deb atagan. Shunga men bu munosabatda vatandagi tarjimon, muharrir boshqa shu kunni xotirlab kelgan vatandagi adabiyot sohasidagi peshqadamlarni eslash yuzasidan shoirimiz Yasin Zilalninki Yangi yil, yangi hayot nomli she'rini o'qitaman. Yangi yil, yangi hayot. Harpi kech yangrab qadah qildi baxt gözlerini nem. Küldi dil xandan urup ruhimdi ün berdi acem. Qah visal teyzidi levler üzre belki özgitem. Men bidartın koynida yürdim yigane gamsenem. Öttü tün xuddi ming yildek mana bu süpidem. Katta tarqab Tangir tağının bağrıdın tuman mana. Çıktı pinhandın beşida aqramol buğda ana. Assalam deb türdü pamir üstüde muztaq ata. Küldü meşriq asmi nida bir ziya yüzdü raba. Çekti dağlar üstüge buhur acayip serqalem. Hoş qubul eylen qolum köksümde yalqulluk salam. Minin neslim tuğulgan hem sirip yatqan dalam. Assalam qavmi qarindaş yari dost ata anam. Ruhi pak ecdadlarım əzi süyündürgen balam. Sizge qutlukluq nisip olsun tamami mühterem. Katta akşam hoşlaşıp şandın bizengen koni yil. Kör onun tarihini altın bilen yazdım isil. Velikin töhbem ümit aldı dipes könglim xicil. Emdi qandaqraq yaşaşqa rehnama bol. Emdi qandaqraq yaşaşqa rehnama bol ey aqil. Yeni yil, yeni hayat, yeni güreş, yeni qadam. Toldu bu tangda zafer, zevqi dil nurga peves. Her tumur kan qatrisi de bir gayurluq turdu des. Dit aqil tığdur misal tursan bileylep dat yemez. Qadri zer tasgen güya ademgi herdem her nefes. Çin hayat manasını izlep mıcıklandı çıkem. Men niçük keldim cihanga ve niçük ketmek gerek. Endiki qalgan ömürde nemeler etmek gerek. Neme o mendin yaşaştın izligen arzu dilek. Bu suallar kısı ruhimni acep iskencedek.
tikleyeleymen mu yok, eriş üzere şandın toplan. Yeni yıldın iktida eylep yenice yol elip, şu icatkar boğularının ruhini dılga tanıp, gelip etip paytarını sazımga altın tartılıp, ersan almay mağrurlukum birle gönüllerge sınıp, küy humar milyon yürekler fehrini tevret bilem. Akıbet nakşamlı men gün üstüde yanratmısam, tekti okyanda biliklarını usul oygatmısam, şöhretimni yetti iklim içireken tarqatmısam, harimdin ana halkımni kopyayatmısam, bes, üçür namım defterdin zamandaş bu qasam. Rahmat Alimcan. Nayti isil bir Noruzname iken, bu Noruznameni anlap, vatandagi shoir, shoiralar, yozuvchi adiblar hiyolimizdan kechdi. Burunlarda vatanda bo'ladigan mushoira kechiliklari, shoir adiblar qatnashgan so'rinlar esimizga keldi. Ham hozir lagerlarda yoki turmalarda yoki qandaqdir bir qorong'u bulunglarda Xitoy rejimi ostida turayotgan bizniki yozuvchi shoirlarimiz, adiblarimizni esladim. Menimcha hammamiz shunday bir tuyg'uda. Bugungi mushu No'ruz nomi faoliyatimizmi amaliyotda vatanda shunday tutqunda turayotgan yozuvchi shoirlarga bizniki bildiradigan bir hurmatimiz. Şuna hammamiz mayli klassiklarning bo'lsin, mayli vatandagilarning bo'lsin, mayli o'zimizning bo'lsin, she'rlarni o'qidik va mush orqali No'ruzning uzilib qolmaydiganligini, No'ruz nomining uzilib qolmaydiganligini, Uyg'ur she'riyatining uzilib qolmaydiganligini bir qatim ifodaladik. Şuna bugungi faoliyatimizning ahamiyati yana bir tarafdan mushunda bir taraflarda ifodalandi. Xo'sh, unda bo'lsa, shu sizdanmi yana ashunda bir savol bor. No'ruz to'g'riliq boshqalar demagan hozirgacha No'ruzda bo'lgan faoliyatdan birini deb bersiz. Endi men kichik vaqtimda shu men tantarbiya bilan bakroq munosabatli bo'lg'achqa yurtimizda shu No'ruz vaqtida oğlak tartışış ve çelişiş, ondan başka çevgen oynaş. İbaret şunda bir faaliyetler bulduk anti. Bunun içinde çeliş bilen oğlak tartışış pek muhim unuturatım ve muşlarını bildik yani. Ondan başkaça o tantari faaliyetim dep oldu başkalar. Başka bilmeydik hemen bu çıkmamda. Onda olsa bizdeki No'ruzname o'qiydigan mehmonlarimizmi bir qo'r tugab qoldi. Endi bu savolmi qisman javoblarga erishdi, ammo to'liq bir No'ruz to'g'riliq bir tushuncha bo'lsin uchun men tez suratda No'ruzda bo'lgan faoliyatlarni qisqacha bir deb o'tay. Andan keyin apla men ashuni nima ish o'ylamadim deb qolasizlar cho'qim. Burungi zamonlarda No'ruz 3 kun davomlashar ekan. Aldı bilen No'ruzning arpısida No'ruz nag'risi, nag'ri chelindi ekan. Ya'ni ayatidan boshlab No'ruz bo'ladi deb. No'ruzning arp kunisi yana tozliq. Bu Uyg'urlarning isil an'anasi. Har qatim bayit bayram bo'lsa, tozliq qilamiz. Shundaq-ku, masalan, Qashqarda uy ko'tadi deymiz. Bütün uyning bulungushqa qamiyatini tozlaymiz. No'ruzda chu desa, uy tozlashdan boshqa yana yangidan tarixchilik, etiz irq ishlari boshlanadigan bo'lg'achqa irq o'stanlarni tozlaydi ekan, ko'llarning suvlarini almashtirdi ekan, bo'yla aram ig'illarni tozlab, yangilaydi ekan, to'plarni to'kib. Ondan ko'z idish, qapoqlarning chiqilib ketgan, ko'nrab ketganlarni almashtirib, bo'lmasa ishlarni tozlab, yangi bir bahorga, yangi bir hayotga tayyorlik qiladi ekan. Yangi turmushga qadam oladi ekan. Andan keyin yana shu arpikini kechda yigitlar yog' qapoqlariga o'tlarni yiqib, yog' qapoqlaridan gulxay yasab, so'g'uq qo'g'lash, so'g'uqni haydash faoliyatini o'tkazdi ekan. Yezidin sahro qirlarga, ya'ni masalan ma'lum bir yezidin etizlik jangollarga berib,
aş qapaqni köydürgen peti. Soğuqni şu jutdan qoğlaydı ekan. Hem şu yerda gulxan yıqıp, gulxanni çördep, usul oynap, naqşa etip, mushunda bir faaliyetlarni qiladi ekan. Anadan keyin 4-inchisi bayatın rayla dedi, yo'qlaq. Noruz günü tushgacha ota-onalar uyarib chiqib ketgan farzandlarni yo'qlash, qabri yo'qlash, tozalash, o'ngshash, duo qilish degan mushunda faaliyetlar bo'ldi ekan. Anadan keyin Noruz eshi, endi bu nima bayatın deb o'tdik. Noruz eshi etiladi ekan, bayatın sonimiz abida dedi buni. Noruz günü 9 xil İslamiyetdan burun 9 xil ekan, keyin İslamiyetdan keyin 7 xilga mushunda o'zgaribdi bu odat. Bu Noruz eş faaliyeti ötküzüldü ekan. Hem de arqanda bir Noruz ötküzgen çağda bizim şu Amerika'da bir neçe qitim Noruz faaliyetini ötküzdük. Başka faaliyetini qılamagan bolsaqmı Noruz eşi etildi. Bir hafta aldım bolsam Noruz eşi eğiz tegdik. İnşallah bugün belkim nurgun qarindaşlarımız Noruz eş etken boluşı mümkün öylerde yoki sorunlar yoki faaliyetlerde ama Xitoy virus tufaylidan yig'ilish imkoniyati bo'lmaganlikdan balkim bu ishlarni amalga oshmagan bo'lishi mumkin. Biz Xitoyning vahimasini va zulmini har qachon nariyada his qilib turyapmiz. Anadan keyin Noruz yarishi bay degandek Noruz musobaqasi. Buni dedik, buning turlari nihoyat ko'p, nihoyat ahamiyatli bir faaliyat. Andan Noruznama'nın bayatını deb etdik, shoirlar Noruznama o'qiydi deb. Hem Mahmudjon degandek Qashqarda Hazreti Mollam, yani Mahmud Qashqari mazirdan Noruz bulaq deb maxsus bulaq var. Ayni chog'da Qashqardagi ulug'lar, cho'nglar balkim shu Hazreti Mollamga chiqib, ashada Noruz bulaq atrofida she'rlarni o'qib, Noruznoma uyushtirs kerak. Andan 9-chi eng oxirgisi Noruz mashribi. Uyg'urlar mashrabsiz o'tgan emas, burungi vaqtlardan hozir balkim mashrablar cheklanib o'tkizish imkoniyati bo'lmay yoki uning shakli o'zgarib ketgan bo'lishi kerak. Ammo Noruz mashribi har yili davomlashib mangan. Bu har qaysi yurtlarda, mahallalarda Noruz kunlari mashrab o'tkizish bir umumyuzlik odatga aylangan. Demak, hamda Noruzninki mushundaq turlari bor ekan. Noruzning xosiyatini baya hammamizningki gap so'zlarimizning oralarida bayon qilindi. Noruzning go'zalligi, Noruzning ahamiyati, Noruzga bizning singan bizning hissiyotimiz va Noruzning bizga qoldirgan o'zgacha his tuyg'ularini biz bayaqi she'rlarda, Noruznamelarda deb o'tdik. Bugungi bizningki Dunyo Uyg'ur Yozuvchilar Uyushmasi uyushtirgan 2021-yillik Noruznama faoliyatimiz mishada oxirlashdi. Hammaninki Noruz faoliyatiga qatnashqanlarga ko'pdan ko'p tashakkur aytaman. Ham ekran oldidagi barliq qarindoshlarimizning bugungi Noruz bayramini yana bir qatam qizg'in tabriklayman. Hammanglarning Noruz bayrami muborak bo'lsin. Biz bugungi bu Noruz bayramilik faoliyatimizni bizning Avstraliya Uyg'ur muqam ansamblininki qurg'uvchisi, bizningki atoqliq muqamchimiz Shuhrat Tursun efendimniki bu hayot degan naqsi bilan oxirlashtiramiz. Hammanglarning bugungi Noruz bayramiga yana bir qatim muborak bo'lsin. Kelar yillik Noruz bayramigacha omon bo'layli. Qani, Shuhrat, marhamat. Şeytan